Chala o'quv mashqlarini birgalikda jahon miqdorida bizani yigitlarimiz birinchi, ikkinchi o'rinlarni olib kelishyapti. Hammanglar guvohsizlar. Bizni do'stligimiz shu yerda ko'rinib turibdi. Biz bitta millatmiz. Buni hammamiz juda ham yaxshi tushunib, mana ko'ryapsizlar. Guvohsizlar. Mana bugun birga bitta stolda o'tirib, bitta Qur'on o'qib, bitta masjidda tilovat qilyapmiz. Ehson qilyapmiz. Hammanglarga katta rahmat. Ko'rganimdan juda xursandman. Nima bo'ladi? O'tgan bayramlar bilan, kelayotgan bayramlar bilan mana shunaqa ko'rib o'tirib birgalikda niyat qilib ehsonlar o'tkazish kam bo'lmasin. Har yili kelinglar. Shu yerda mehmon bo'lib